Hech kim menga aytmagan, что bu oshqozonida laktozani qabul qilmaydi. Laktozasiz sut berish kerak. Hozir har bitta pediatr biladi. Preventajda o'qiganda. Понимаете? Nevropatologlar biladi. Endi buni ko'ryapman. Уже ладно. Ichi qotyapti. Постоянно qotyapti. Qotaverardi. Non bir narsalarni pechenkalarni yesa qotaverardi. 3-4 kun kelmasdi. Nimaga deb tekshirib genlarini, bu genda HLA, DQ2, DQ8 gen glutenni hazm qila oladimi yo'qmi? Именно bu celiakiya kasalligi bormi yo'qmi? Bizda moyligimiz bor. Sizda ham bor, menda ham. Genlarni o'zimizda ham tekshirishadimi? Ha, уже xudoga shukr hozir tekshirish borib topshirib keldim. Men Moskvada topshirdim. Hozir buni 2 yil oldin. O'g'limga borishim kerak. Mana Sразу shuni hayolimga o'ylayapman. keldi. Sразу olib boraman. Sizdan. Потому что Nimadan intervyudan keyin. просто даже Birga boraman. Albatta.